Zabur 114-munajjat. İsraillar Mısır'dan çıqqanida Yaqub avlodi yot xalqlardan ayrılğında Yahuda neslini makan qildi Xudo. İsraillar Xudoning ilkidiki xalq idi. Dengiz bunu bilib yandı orqaga. Iordan daryosi burilib kayniga oqdi. Tog'lar cho'chib sakrdi qo'shqolardek, do'nglarni urkidi qo'zilardek. Ey dengiz, nemishqa qochsan? Ey Iordan daryosi, nemishqa kayninga oqsan? Ey tog'lar, nemishqa sakraysizlar? Ey do'nglar, nemishqa urkuysizlar? Ey zemin, Tevren Rabbingning siymosidan Yaqub etiqod qilgan Xudoning kelginidan. U toshni ko'lchakka aylantirdi. Uyul toshdan buloqni paydo qildi.